Xo'p, bolalar endi ham ishondinglarmi bu O'zbekistondagi futbol sharhlovchilarini Real muxlislarga yoqish uchun futbol sharhlashiga? Men neytralman, men professionalman, o'rtadan sharhlayman deb yolg'on gapirib yurganiga endi ishongandirsizlar yo hali ham ishonmadinglar? Assalomu alaykum hurmatli podpischalarimizga. Hech qachon men bu profilimda negativ video ishlamaganman, lekin haddan ziyod o'tib ketdi. Mana Harromi sharhlovchi deb lekin blogini yuritadigan bir sharhlovchi desa sharhlovchilikni itiga ham arzimaydigan mana yigit faqatgina Real Madridga osilib, Real Madridga negativ video ishlab shunaqa jonimga tegdi. Menga qara, u isqirt Harro Hamidovga, Davron Fayziyevga negativ ishlagancha, men yani ismini aytishga yuraging ham yetmaydi. Ayrim bir sharhlovchilarimiz deb ustidan kulyapsan. Menga qara, chichkan bo'qiga arzimaysan ularni. Ular sharhlovchilik sohasini yuritganda sen so'sga ham yurarding, tushundingmi? Kallangni ishlatib, Realga osilmasdan, o'zi sen otasini tanimaydigan bir bolaga o'xshaysan-da. Men seni Instagramda kuzatib yurganimda, TikTokda kuzatib yurardim. Manchester United muxlisi eding. Qayerdan sen Barselona muxlisi bo'lib qolding? Bo'lsang bu seni shaxsiy hayoting qaysi klubga muxlislik qilishing. Lekin Real Madridga osilma. Men bitta futbol klubi uchun o'zimda bir millatdoshimga yomon gapirmoqchi emasman, lekin haddan ziyod o'tkazib yording. Harro Hamidovga tashlaysan, Davron Fayziyevga tashlaysan, u isqirt. Zo'r bo'lsang, yig'da o'sha Barselona klublarining yig'da, olib kelmani Sirdaryoning baxt shahriga 5ga 5 futbol o'ynaymiz.